الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 94-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo urush qilish, jihad, dushmanlarga qarshi harakat qatorliqlarni so'zlab bo'lgandan keyin bu jarayonda inson hayajonlanib yoki ba'zi bir xato tushunchalar bilan boshqalarni haqsiz bir shaklda o'ldirib soladigan ahvollarga munosabatlik qasdan odam o'ldirish va sahvan odam o'ldirish va shibhi sahvan, ya'ni yerim qasdanlik bilan odam o'ldirish qatorliq masalalarga aloqador mazmunlarni so'zlab bo'lgandan keyin bugungi oyatda shu ahvolning oldini olish uchun inson vujudidagi insonni xatolashtirishga undaydigan ba'zi ichki omillarni tilga olib turib, sizlar mono omillarning keyniga kirib, boshqalarni qasdan o'ldiradigan yoki bahona deb o'ldiradigan yoki xato tushunib o'ldirib soladigan ahvollardan saqlanishinglar kerak deb bu oyatda bizga alohida tavsiya beryotdi. Tavsiyasi yanıla bizning bu buyruqni ijro qilishimizning tüp asosi bo'lgan iymon nidosi bilan qilinayotdi. Davatudu estaizu billah. Ya eyyuhallazina amanu idza daraftum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu kathira كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Biz oyatning tushunchasiga, tafsiriga kirishdan ilgari avval qisqacha bir shaklda tarjima qilib o'tamiz. Davatudu Alloh subhanahu va taolo iymon aytqanlar. Ya'ni iymon aytqanlar degani buyrug'imni anglashqa hazırlanыңlar. Çünkü sizlarga bu xitobni qilishim sizlarning iymon etganliginglar uchun degan bir shaklda boshlanyapti. Sizlar Alloh yo'lida har qanday bir ishni qilsanglar, hamda tarjima Qur'onga qarasanglar, Alloh yo'lida jihad qilsanglar degan shaklda tarjima qilinadiq. Bu masala faqat jang asnosida hisob qilish ehtimoli bor. O xil şekildeki tercümede sel turib tefsirde kirimiz. Yani sizler Allah yolunda qanday bir işni qilgan vaqtinglarda iniqlanlar. Meseleге pakit, hüccet asasida muomala qilinglar. Sizlarga salom qilgan kishiga sen mu'min emas deb dunyodagi ma'lum maqsadlar, dunyo manfaatlari, o'ch adovat qatorliq masalalar sababidan sen mu'min emas deb onun hücum qilishga bahona izdiranglar. Allohning qishida nayt ko'p g'animatlar bor. Sizlar ko'zlayotgan manfaatdan ortiqroq Allohning qishida bor. Amaliyotda xuddi sizlar ularni qanday gumon qilgan, ularning yurish turishi yoki bugun qilayotganlari ko'zinglarga sig'magan bo'lsa, amaliyotda sizlarga burun shunday qilgan. Alloh sizlarga hidoyat qilib bugun kunga keldi. Sizlar boshqalarni yomon gumon qilib yoki ko'nglingizdagi bir havasning keyniga kirib, ularning navbatga holatini ayblab, sen mu'min emas degan bir bahona bilan ular hujum qilgan ahvolni qilmanglar. Alloh sizlarga yaxshilik qildi, hidoyat qildi, sizlarni ne'mat ato qilib, bugungi holga keldi. Shunda bo'lgandan keyin sizlar avval aniqlanglar, masalani tekshiringlar. Alloh
sizlarning nima ish qilayotganliginglardan xabardordir. Bilinglarki, ichki dunyoringlarda bo'layotgan har bir ish, har bir his, tuyg'u, har bir niyat, har bir qalbning ichki qolimidagi ahvollar Allohga aydin. Sizlar uni yushirib qololmaysizlar deyapti. Endi oyat islom xizmatidagi, islom yo'lida ketayotgan har kishi uchun intayin muhim bo'lgan ba'zi hukmlarni o'z ichiga olgan, muhim bir prinsiplarni o'z ichiga olgan. Masalaning muhimlik darajasini biz bu oyatning iymon xitobi bilan nido qilinganligi, mu'minlarning iymon etganligini eslatganligi, masalaninki iymonga berib taqiladiganligi dek bir xil ma'nolarni biz tushunishimiz tas emas. Biz ilgirki nurg'un darslarda deglik bu mazmunni eskartdik. Har oyat ya ayyuhallazina amanu bilan boshlangan vaqtida Alloh subhanahu va taolo tuvanda o'rtaga qo'yilayotgan mazmunning mu'minlar iymon ahdisi, iymon va'disiga tüp münasebetlik mesele ekanligini ifodalaydiganligini. Chunki biz iymon etdim, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh da bu dinga kirgan vaqtimizda Allohga bir ahd bergan bo'lamiz, bir va'da bergan bo'lamiz ki mushi iymonning taqozzosida kelgan har talab bizga yetarli. Uning yaxshilik, yomonlik, foyda, zinini bilguchi Allah. Biz Allah'ның Allah'lıqıga, Allah'ның ilahlıqıga, bizning Rabbimiz ekanligiga iymon etdikmi, undan keyingisi bizga nisbatan hech qanday muhim emas. Bizni qil dedi, qilamiz, qilma dedi, qilmaymiz shaklidagi bir ma'noni ifodalaydi. Bilasizlar, endi kishilarning ba'zi kallasiga shunday kelib qoladi. Allah bunu buyurdi degan vaqtida bunun çoxum bir faydası var deb o'ylaydi. Bir ishga burg'ib. Bir ishdan to'sdigan vaqtda çoxum bunun bir zarari var deb o'ylaydi. To'g'ri, Alloh biladigan foydasi, Alloh biladigan zarari var. Biz balkim bilarishimiz mumkin, bilamasligimiz mumkin. Ammo bizning shu buyruq yoki cheklimini ijro qilishimiz unasining foydasining bor yoki yo'qligini bilishga qarashli qo'yib qilish bu xato. Chunki biz iymonni o şekilde aytmadik. İymonni Allohni Rabbimiz deb aytdik. Rabbimizdan kelgan har buyruq, har cheklimininki foyda va zinini bizning bilishimiz, bilmasligimiz, ijro qilish qilmasligimizga turtib qasb bo'lmaydi. Ya'ni mayadagi ya ayyuhallazina amanu ifodasini qo'llanganning ma'nosi bu. Masalan deylik, bir qism kishilar bor, fosiq. Hayotida haroq ichidi. Ondan keyin kunlarning biri kelib doktor haroq sizning jigiringizni kadin chiqibdi yoki chiqray deb qopdi, buning munda ziyni to'xtang. Shu bilan bu kishi haroqdan to'xtadi, hayotning og'riq haroq ichmadi. Buning haroq ichmagini aning zarari tufaylidan bo'ldiki, Alloh ichma deganlik uchun bo'lmadi. Dal ibodat bilan odatdagi ishning farqi shu. Kimlardir kelib namazning ahamiyati, masalan namazning insonga bo'lgan foydasi haqida so'zlashadi masalan. Ammo esingizda bo'lsinki, biz namozni Alloh o'qu deganlik uchun o'qiymiz-ki, uning bizning qalbimizdan o'tgan haliqi bizga yatan tarbiya nuqtasidan, o nuqtadan, bu nuqtadan foydasi bo'lganligi uchun emas. Tabiiyki, uning foydasi bo'lishi aniq. To'sqan ishlarning zarari bo'lishi aniq. Ammo bizning o ishni ijro qilishimiz Allah buyurganlik uchun. Bizning o cheklimlarni yenishimiz Allah buyurganlik uchun bo'lgan vaqtida bu yerda ibodat shakllanadi. Chunki biz ba'zi oyatlarga qarasak, Allah to'sqan narsaning hammasi zararli bo'lib ketmaydi. Ba'zida insonni tarbiyalash uchunmi zarar yo'q narsalarni to'sadi masalan. Xuddi bir misol olsak, "Qulillahil masalul a'la" masalani aniqlash, oydinlashni o'qitish uchun emas. Bir dada balasiga hepti biradigan bir xaylaydigan xirojatini ma hepti bermedi. Xaylamaysa bu hepti dedi. Yoki bir yeydigan tatliq yemekliklardan ya kempüt yoki boshqa degandek narsalarni bermedi onunga. Bu cho'qim zararli bo'lganlik uchun emas. Chunki balasini adablash uchun. Chunki sen o'g'inish qilmading masalan.
yoki qilishga tegishli shuni qilmading. Bu yerda uni bu ishning to'sqanligi, buni yemaysa deganlik, buni xaylamaysa deganlikki, u zarar o'g'il, balki adablar shunga o'xshash Allah subhanahu va taala ba'zida zino bo'lsa-mu, lekin bizni adablash, ichki jihatni tarbiyalash uchun ba'zi ishlarni to'sdi. Masalan, buning misoli Sura Nisoning 160-oyatda keladi oldimizda. Fabi zulmi minallazina hadu Yahudlarning o'zga o'zi zulm qilganligi, shuni ba'zi haddidan oshdi, ba'zi qimmatli ishlarni qildi. Adablash yusidan harramna alayhim tayyibat uhillat lahum ular Allohgan pak narsalarni harom qildik deydi Qur'on. Buning o'xshash yerlari bor. Yani mening demoqchim shuki, bir oyat ya ayyuhallazina amanu bilan boshlangan vaqtida bizga Alloh shuni eslatiyotdi. Sen Allohni iloh deb qabul qilding. Allohni Robb deb qabul qilding. Allohni Alim deb qabul qilding. Allohni Hakim deb qabul qilding. Allohni Xabir deb qabul qilding. Undan keyin ma hukmni, ma buyruqni, ma cheklimini shartsiz ijro qilishing kerak. İfadesi ya eyyuhellezine amenu'dan qana qiladi. Chiqidi qarindoshlar. Bu bir masala. Oyatdagi ikkinchi kiradigan nuqta ida daraftum fil ard. Endi arab tilidagi daraba degan fe'l asli bir narsaga kuch ishlatib turib bir narsani hal qilgan bo'lsa, bir o'rindan bir o'ringa ittagan, yo'tkagan, bir narsani kuch ishlatib turib o'rnidan chiqargan bo'lsa, arab tilida buni daraba deymiz. Endi shu ziminda ida daraftum endi magapni tushuntirib ketishimning sababi, chunki yangi arab tili o'rganganlar lug'atlarni, tarjimalarni aqtagan vaqtida daraba degan fe'l asli urgan ma'noda-ku. İda daraftum fil ardni shu so'z bo'yicha tarjima qilsak, ziminda ursanglar degandek bir ma'no chiqadi. Ammo Qur'on buni bu shaklda qo'llanmaydi. Qur'on Sura Niso'ningki 101-oyatida ida daraftum fil ard degan shaklda kelganlik. Sura Muzammilningki 20-oyatida va akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah deb kelganlik. Sura Niso'ning 101-oyatidagi ida daraftum fil ard bunda harakat qilish, yashash uchun tirishish, dehqonchilik qilish, tijorat qilish, sanoat bilan shug'ullanish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olsa, Sura Muzammildagi va akharuna yadribuna fil ard degandagi ma'vo bir xil ma'noni a'id lahum masata'tu min quwwa masalan tayyorlik qilinglar. Bu bir jihad. Demak, mushunga o'xshash oyatlar, ma oyatda kelgan ida daraftum fil ardiga o'xshash oyatlar inson hayotda qilayotgan harakati, tirishayotgan tirishchanligi, bir ishqi, bir maqsadga yetish uchun olgan qadami daraba fil ard bo'ladi. Buni alohida tushuntirib ketishimning sababi tarjima Qur'onga qarasanglar, sizlar ziminda jihad qilsanglar deblam o'tib ketganlik tarjima Qur'onlarda. Ya'ni men demoqchim shuki, bu yerdagi ma'no unudimmi kamri. Sizlar Alloh yo'lida qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni tirishchanlik ko'rsatib Alloh yo'lida bir ishni qilmoqchi bo'lsanglar, buni eng yuksak tarafi jihad. Urush masalan. Eng oddiy taraflari shuningga tayyorlik qilish, shuning asoslarini qilish, hozirlash, boshqalarni da'vat qilish, tarbiyalash, butun ishlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni Alloh yo'l bir ish qilmoqchi bo'lib yo'lga chiqqan vaqtinglarda oyatning oxirisi nima? Fatabayyanu. Vaqtizlar qanaqa qilinglar? Aniqlanglar. Endi bu aniqlash jihad maydonida, urush maydonlar bilan bu yo'q. Hayotning cho'ng kichik sohalarining hammasida aniqlash kerak. Eng oddiy qilchilik zulm qilib qolmasligini tatib yuqursa, bir odamni xiyonat bilan ayblab o'ldirib o'tish yoki imonsizlik bilan ayblab o'ldirib o'tish butun sohalarning oldini olish uchun bir qilchilik boshqalarga zulm qilib selishdan tatib yuqursa, uning hayotiga tajovuz qilishdan tatib butun mush ishlarning hammasini oldini olish uchun Alloh nima deydi? Bu xizmat jarayonida aniqlanmoqda deydi. Oyatning tushunish sababi haqida bir qancha rivoyatlar bor. Rivoyatlarga ko'ra, masalan, birinchi rivoyatda Muhallim ibn Jassama deb bir kishi bo'ladigan. Bu kishi bilan
Amir ismli yeni bir kişinin oturduğu azraq o'chmanlik var. Muhallim degan kishi bir kichik etret, ya'ni bunda jangdagi xizmat uchun chiqqan bir guruhga etret deydi, bilasizlar. Ketib o'tib Amir ismli kuchab qoladi-da, Amir musulmon bo'lgan. Bilmaydi bu. Shundan muhallim ya'ni jang vazifasiga ketayotgan bir qo'shinda o'g'achqa Amirning bilan uchrashgan vaqtda Amir muhallimga salom qildi. Assalomu alaykum deb. Ya'ni o'zining musulmon bo'lganligini bu yerda ifodalaydi yani. Ammo muhallim nima deydi shu vaqtda? Bu mendan qachish uchun salom qilyapti. Chunki o'tirda azroq ziddiyat va adovat va o'chmanlik va o'tirdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan qashig'iga vaqtda Rasululloh bundan so'radiki, "Nimishqa bundan iniqlamaysiz? Bu qanday odam o'qimaysiz nimishqa? Nimishqa o'ldirib so'radi." "Sen salom qilmadingmi?" dedi. Nimdep onun salam qilishini, ölümden qutuluş uchun salam qildi deyapti. Muhallim dedi ki, "Ya Rasululloh, men uchun bir mag'firat talab qilib qo'ysizlar, istig'for esla." Payg'ambar alayhisolamga birasi men uchun mag'firat talab qilsizlar, istig'for esla desa, Rasululloh o'zining iymoniy o'tkirligi bilan, iymoniy zirakligi bilan shu qarish tarafning ahvolini biroz tushunatdi. Agar Rasululloh ashta so'rab kelgan odamga Alloh senga mag'firat qilsin desa, demak u odamga uzr berilganligining bir ifodasi bo'ladi. Agar unda demasa, ma istig'for so'g'an odamning jinoyatkor ekanligini bildiradi. Endi bu yerda bir narsa aniq. Muhallim degan haliqqa o'ltirayotgan kishi bilan haliqqa o'ltirilgan Amir degan kishini o'tirisida adovat va aloqina. Payg'ambar muhallim dediki, Alloh seni kechirsin dedi. Çünkü bu yerdeki asasi sebep otururken üç adavet normal ahval emas. Üç adavet tüfeyle mi kıldı bunu? Ravilanın deyişçe 7 günden keyin muhallim ölüp ketken. Onu depni qilgan vaqtda yer onu qo'yniga olmagan edi, üstüge chiqarib etgan. Payg'ambardan qashar keldi bu ahvol degandan keyin endi bu zaman bu yer muhallimdinmi nachar eski adamini qo'yniga oladi, ammo Alloh subhanahu va taolo buni bu yer qo'yniga olmay chiqarib etadigan bir ahvolga duchor qilishi sizlarga bir ibrat va nasihat bo'lsin uchun bo'lgan o'xshaydi. Yoki bo'pti. Sizlar buni tog'ning orliqidagi yerga qo'yib, ustiga tashlab ko'minglar. Endi chiqib ketmaslik uchun degan bir shakldagi rivoyatlarmi bor qarindoshlar. Nimishqa Rasululloh bunda deydi desanglar, chunki ba'zi ahvollar kishilarga ibrat bo'lsin uchun dunyoning qonuniyatiga qarshi bir shaklda yuz beradi. Bunda vaqtda kishilar dal mush vaqtda ezib ketadigan bir ahvolga duchor keladi. Masalan, Payg'ambar alayhisolamninki o'g'li Ibrohim vafot topgan vaqtida kun tutildi. Kishilarning hammasi Rasulullohninki balasi o'lib ketganligi uchun kun tutildi dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda nima dedi shu vaqtda? Yo'q. Quyosh, oy bu Allohning mo'jiza alomatlaridan bir alomat. Ular bir odamning o'lguni yoki tug'ilgani uchun tutilib, u bu qilmaydi. Sizlar kunning quyoshning tutilganligini ko'rsanglar, namoz o'qinglar, Allohga duo qilinglar degan bir shaklda boshqalarning kallasidagi bir xil ashu bir ahvollardan ta'sirlanib fitnaga, ezishga, mayli aqida jihatda boshqa jihatda xato ishning oldini olgan. Ya'ni ularning kallasidagi xato ko'z qarashni to'g'rilagan. Ma masaladimi? Qarasa muhallim bir musulmon odam, ani uch adovat o'g'anlik uchun la ilaha illalloh deb tug'an, assalomu alaykum degan odamni birini o'ltirib o'tdi. Allah subhanahu wa ta'ala kishilarga ibrat olsun uchun buni yerga dafn qilsa, muhallim necha kunlik o'lib ketib yerga dafn qilsa, ya dafn qilingan yer tashqi chiqib ketgandan keyin Rasululloh mushu ahvol kishilarga xato bir fitna, qanday xato fitna desa, yerdan chiqib ketgandan keyin uni gunohi tufaylidan. Yerdan chiqib ketmagan, go'ridan chiqib ketmagan, yer qo'yniga olmagan odamning hammasi yaxshi deb o'xshaydi. Qarab baqsaq Abu Lahabni chiqarib atmoqlik sirtqa masalan. Valid ibn Mughira o'xshash naiti ig'ir odamlarni bugungi dunyodami ashaddiy kofirlarnimi insonga zulm qilgan insoniyatga, dunyoni zaminni qonga bo'ygan qonxo'rlarnimi ya qo'yniga qilyotdi. Kishilar o'ylab qoladiki, ma'o bir jinoyatni ya qo'yniganmidi? Ma'olni qo'yniga olganga qargan vaqtda bularning jinoyatidan ig'rim.
Rasulullah bunu oңuşida, bu faqat ibrat olsun üçün bo'ldi. Buningdan eskilarni ya qo'yniga ilig'liq, buni manda shaklda qana qilinglar, sizlar kuminglar degan bir shaklda bu masalani manda hal qildi. Ya'ni oyat bizga nima deyotdi? Ya ayyuhallazina amanu, agar zaminda Alloh yo'lida siz bir ishlarni qilayotgan vaqtda masalani aniqlanglar. Sizlarga assalomu alaykum degan kishini sen mu'min emas deb ayta bir manfaat tufaylidan buni o'ltamanglar. Bunda emas demanglar degan bir shaklda bizga ma'lumot berdi bu oyatda. Oyatdagi iniqlash ifodasi va qarindoshlar, fatabayyanu iniqlash ifodasi va hamda iniqlash normalda kishining zirakligiga munosabatli bir ish. Ba'zilar va yushrun alomatlardan, ichki dalillardan masalaning qanday ekanligini bilib oladi. Ya'ni oyat bundan boshqa oyatlarda inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sizlar bir fasiq xabar olib kelsa buni aniqlanglar. Ma oyatdimi va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Sizlarga salom qilgan odamni sizlar mu'min emas demanglar. Buni qana qilinglar, aniqlanglar. Ya'ni oyat bizdan musulmonning zirak bo'lishini talab qilyapti. Shunda bir zirak bo'lsinki musulmon atrofida uni yo'g'og'an ba'zi shubhilar, havaslar buni noto'g'ri yo'lga qanaqib ketmasin, tortib ketmasin. Ko'ngil orzusi. Agar ko'ngildagi xohishning, havasning keyniga kirmagan taqdirdami, ama bazı meselelerde sadlaçı muamele kılışqa yol koymaydiganlıqni ifadalawatıdı bu ayet. Bunun iniq örnek misallarını qarindoshlar. Bayatınqı vaqadımı Peygamber Aleyhisselam'nınki bir Allah seni keçirmesin degan bir şekilde bunun ait ig'ir raddiya verganligini ko'rib olaymiz. Undan boshqa Usama ibn Zeyd'de Resulullah'ın yaxshi ko'radigan sahabining birisi jang maydonida ketib o'tib, qilishni ko'tarib kelsa, la ilaha illalloh degan kishini bu o'limdan qo'rqib musulmon bo'lib oldi deb o'ltirib o'tgan bir kishi bor. Rasululloh bunga naydi qayganki, sen buning ig'zidan chiqqan la ilaha illallahni qanday qilsa deyotdi Rasululloh. La ilaha illallahning qudsiyati nada? La ilaha illallahning hurmati nada? Buningga javoban Usama ibn Zayd, ya Rasululloh bu o'zini o'limdan qo'g'dash uchun la ilaha illalloh dedi. Qalbini yerib baqdingmi uning deyotdi Rasululloh. Yani Resulullah nait ig'ir muomala qiliqliq bu masalada. Ig'ir muomala qiliqliq. Undan boshqa yana bir vaqalik bor. Ba'zi deydi oyat, iboyatdan biz so'zlab o'tgan muallimning vaqaligiga munosabatligi, ba'zida Usamaning vaqaligiga munosabatligi deydi. Yana ba'zida deydi dushmanlarning ichida bir kishi bor deydi. Nait boy, mollari jiq, musulmonlar urush meydanlardagi vaqtlarda düşmanlar ketdi, bir odam o'zining mol varalari bilan yolg'iz qolib qoldi. Musulmonlar qo'shini kelgandan keyin u assalomu alaykum dedi. Musulmonlar buni o'ldirib o'tib, mollarining hammasini g'animat oldi. Shu vaqtda oyat qana qilgan tushgan. Sizlar assalomu alaykum degan odamni qana qilmanglar, o'ltamanglar, mu'min emas demanglar degan bir shaklda ifoda etganlar bor. Shunga ba'zi ahli ilmlar deydi qarindoshlar, min kafirning qutulg'ini yaxshiki, bir musulmon mu'minninki haqsiz o'ldirilib ketishdan, o'qilmay, sahvallikla o'ldirilib ketishdan min kafir qutulib qolsa mayli degan bir shaklda ahvollarni qana qilgan, hukmlarni chiqargan ahvol bor. Buningga o'xshash rivoyatlar undan boshqa Miqdad ismli bir sahobaga munosabatli bu degan rivoyatlarmi bor. Bu hadisni shu Bazzar rivoyat qilgan hadis. Rasulullah bir etret grupidan birini bir jang vazifasi uchun avatdi, ishda Miqdad vatdi. Dushmandan qishig'i kelgan vaqtida hammasi dushman qochib taqab ketgan, faqat bir odam qolib qolgan. Bu odam la ilaha illalloh desami o'ltirib o'tgan ahvollar. Payg'ambarning qishig'i kelgan vaqtida Rasululloh mushundimi nayt ig'ir qaygan Miqdadga. Ya Miqdad, sen la ilaha illalloh degandan keyin o'ltadingmi? La ilaha illalloh deb qanday qilsa, uning ig'zidan chiqqan la ilaha illalloh nega bordi endi? La ilaha illallahning qudsiyati, muqaddasligi nada? Qaygan bir ahvol. Bu rivoyatmi bor. Shu vaqalikdan keyin la ilaha ya ayyuhallazina amanu idza daraftum fi sabilillah mushu oyat qana qilgan tushgan degan bir shaklda qana qiladi ifodalaydigan rivoyatlar bor. Oyat shu. Anikin oyatning oxirida qarindoshlar
Allah subhanahu wa ta'ala nim deydi? Sizlar işte cihadi hizmetlerini, Allah yolunda işleydiğin hizmetlerini kıvatqa vaqtinglarda iniqlab qiling. Hamma ish iniqlansin. Herkes assalomu alaykum deb sizlarga salom bergan kishini sen mu'min emas deb o'ltamang deb bo'lib, bu ishqa boradigan asosiy sababni Allah bizga bayon qilib beryapti. Chunki insonning egisi Allah. İnsanın egisi Allah. İnsanın ichki dunyosidagi har bir harakat, har bir tuyg'u, har bir nima keladi, bularning hammani Allah obdan biladi. İnsan ya. Ba'zi inson nimaga amroq qiladi? Pul molga amroq qiladi. Ba'zida bayatdan deb o'tganimizdek o'chmanlikning ta'siridan bo'ladi. Bi sabablar tufaylidan ba'zi ishlarni qiladi inson. Ba'zi xato qadamlarni epsaladi. Allah subhanahu va taolo dal mushu nuqtani bizga qanday qilyotdi? Alohida eskartib, sizlar hayoti dunyoninki vaqtliq manfaatlarini ko'zlab ifodasini qo'llanayotdi. Qur'oni Karimda shu oyatda qo'llangan arad ifodasi bor. Men buni hozir sizlarga tarjima qilgan vaqtimda Tabtaguna aradal hayatid dunya. Hayatid dunyoning, dunyo hayotininki vaqtliq manfaat deb tarjima qildim. Ammo oyatda kelgan ifoda arad. Arad degan nima desa, insonda bo'ladigan hollardan bir hol, o'zgarishchan hol. Bilasizlar, bugun Allah menga sharoitimni berib boy qilib o'tishi mumkin. Ayati namrat bo'lishim mumkin. Bugun ko'zni qamashtirgudek bir paravan turmush tug'ilishi mumkin, ata yana bir xil holat o'tishi mumkin. Ya'ni bu yerda ifodalanmoqchi bo'lgan nuqta shu. Ifodalanmoqchi bo'lgan nuqta shu. Dunyoda sen ko'zlagan har narsa vaqtliq. Mayli boshqalardagi adovat masalasini deb uning la ilaha illalloh deganni qabul qilmay yoki uning gap so'zlarini boshqalarga ta'vil qilib uning hujum qilsa, ammo bu vaqtliq yana ketadi bu. Yoki hozir bunda qarab baqib erishmoqchi bo'lgan ma'lum bir manfaat, mayli moddiy manfaat yoki ma'naviy manfaat, bayatni deganimdek o'chini elish boshqalardan, o'chmanlik tufaylidan intiqomini olish ma'naviy manfaat bo'lib qolsa, ba'zi moddiy manfaat bo'lishi mumkin erishadigan. Mush narsalarning hammasi hayotda ketadi. O'tkuncha sizlar mush narsani deb o'zinglarning dunyo oxiratni bekor qilyapsizlar. Dunyodagi mushtabir vaqtlik manfaatni deb qarshingdagi odamga tuhmat chaplaydigan, ayiblaydigan, uni yiqitadigan, hatto eng yuqorisi o'ltiradigan oyatda uni sen mu'min emas demanglar degan ifodasi eng burun yomonlikning 5 ashaddan boshlanadi. Boshqalar bir odam hujum qilishdan avval uning iymoniga ayiblaydi. Sen mu'min emas. U nachar, u anda, u munda degan bilan avval eshikni ochib oladi. Ondan keyin shuning taqozosi bo'yicha eng oxirisi o'ltirish darajasiga qana qiladi boradi qarindoshlar. Masala shu. Bu yerda sizlar hayoti dunyoning arzimas bayatidini o'tkunchi, ya'ni o'zgarib turadigan, hech kim egolanmaydigan. Bugun manbai ayati namrat, bugun podsho ayati gadoy, bugun oq ayati qarolishi mumkin. Bu o'tkunchi, hech kim egolanmaydigan bir narsani deb ma prinsipdan chatlamanglar, ma yo'ldan chatlamanglar, ko'ngilning keyniga kirmanglar, o'ch adovat tufaylidan boshqalarga zulm qilmanglar. Boshqalarning mol mulkiga erishish uchun uning zulm qilib uni o'ldiradigan darajaga bormanglar deganni deyishning sababi Allah o'zi biladigan inson degan bu maxluqqa xitob qiladiki, insonning qalbi shu narsalarning hammasiga ma'ruz qiladi. İnsonda bu ish cho'qqin bo'ladi. Farqli bir shaklda eng mo'tabar kishilardan tortib eng oddiy insongacha bu mutlaqo keladigan ahvol bu. Bunu bu oyatda Alloh subhanahu va taolo alohida tasvirlayotdi. İnsanlar bo'lsin. Oyat nuqul o'ltirish masalasiga ham apamadi buni. Eng kichik bir odamga oddiy bir nuqtada ittihom qilishdan tortib yuqorisi o'ltirishgacha hammasi. Şunu bunu jang maydonida ham tasvirlamadi. Alloh yo'lidagi xizmatda, Alloh yo'lidagi har qanday ishda iniqlanglar degan ibora surdi Alloh subhanahu va taolo oyatda. Çünkü insan aciz. İnsanda o kadar acizlikler var ki insan her nesde aldı bilen insançılık diyemdi.
o'zini o'ylaydi. Balalarini o'ylaydi, oilasini o'ylaydi. Naq ko'z oldidagi manfaatni o'ylaydi. Allah bunu biladi. Bunda ahvollarni oldin ola davolaydi Alloh subhanahu va taolo. Masalan deyli, bir misol olay. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sura Tavbada müşrikler necistur, innemel müşrikûne necesun, fela yakrabul mesdel haram ba'da amihim hâzâ. Ula bu yıldan keyin Mescid-i Haramga yaqinlaşmasın. Yani Müslümanlar Mekke'ni qo'lga olib bo'lgandan keyin müşriklarni Baytullah'a kelishini chekildi. Bilasizlar, Mekke ahli her yili Baytullah'ni tavof qilish uchun keladigan tavofchilardan aladigan foydalari, kerimlardan jam baqidi. Mesele gerçi dini mesele olsunmu, muqaddas mesele olsunmu, ama insançılıkta insanın kalbiga keladigan tunji narsa, agar ular kelmasa biz qanday jam baqamiz ifodasi. Xuddi bugungi kunga o'xshashki, sen ma müşriklar, ma kafirlar, ma xonxo'r zolimlar musulmonlarni izvatudu. Bununla iqtisodiy aloqani o'z deyilsa, qanday jon boqamiz, tijoratni qanday qilamiz deydigan uqum eng yuqorisi mo'tabar kishilardan tortib, eng oddiy odamlargacha hammasidan qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonning bu ojizligiga qarata oldin ola bir nimbir o'tida insonga ma'naviy jihatda onu biraz güçlendiriş için, immunit gücünü aşırış için onunla biz vaksin seriş deyimiz ya, şununla okşaş bir maneviyat ata kılıvatıdır. Deydi o ki, فَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Eğer sizler müşriklerinin beytullarını hac kılıştığın tosuluş sebeplik yılda alıdığan kerimlerinle uyan kıldıqanlardan, alıdığan paydanlıqdan ensirep, kemberlikten ensirsanlar, hatırca bulanlar ki Allah sırrını öz fəzlindən bayı kılıdı davatıdır. Yani Allah bilidi insanın yaratqucusu, insanın içki dünyasındaki tuygunu bilidi. Hem de ma ayetle bunun ne alakası var dese, ma ayette davatkan mesele del insanın içki tuygusunun kep çıkan acizliğinden kaynaklanılan bir mesele. Ya üç adavet bir adam bilen oturdu ki, qo'ldan ketishdan qo'rqqan bir menfaat yoki erishmoqchi bo'lgan bir menfaat, mayli o moddiy yoki ma'naviy menfaat olsun, nima bo'lsin, boshqalarga hujum qilishga turtki bo'ladi. Alloh dal mushu nuqtani oyatda alohida tilqilib nimdavotdi, tabtaguna aradal hayatid dunya. Sizlar bu dunyodagi vaqtlik bir manfaatni ko'zlayapsizlar. Mashta qilib mush yo'lga kiryapsizlar. Mashta qilib mushta xato qadamni elayapsizlar. Mana bu insonning xatolashadigan eng cho'ng manbasi bu. Sizlar bunda qilmanglar deyapti. Shunga kishilar har doim mush ikki oyatni eslab turish kerak. Hatto vaqt kelib uylariga, ishxonalariga, do'konlariga yo'g'on qilib, chiroyli qilib yezib qo'ysa, har kuni ko'z oldida ko'rinib tursa, bir xil xotirjamlik ato qilinsa deyman. Bugungi oyatdagi tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallohi mag'anim katira ki Alloh bizni xotirjam qiladi. Sizlar ashta qo'rqib yoki maqsad qilib, niyat qilib ashta manfaatlarni o'ylab mashta qilasizlar, Allohning nazarida noyat nurg'un g'animatlar bor. Bu bir oyat, yana birisi bayatdan o'qigan sura Tavbadagi agar kambag'allikdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarni o'z fazlidan boy qilgan. Mush ikki oyatni hech kim unutmaslik kerak. Allah bu noktadan bizning ichki dunyoyimizga kiryapti. Ichki dunyoyimizni echib turyapti. Hamma odam o'zining yuragini qo'lni tutib bir tashvib qilish kerak. O'zi qilayotgan, masalan, har ishlari vijdonni xilop ishlari bor. Ammo u vijdonga xilop kelib inson azoblamoqchi uchun unga bir fatvo topadi. Bir yo'llarni topadi. Ha u undoq emas, bu mundoq. Bayat dediya, salom qilgan odam mu'min emas demanglar degani aşı bir small xarakterlik gap. Çoğu avu kichigi bir adamga hujum qilmoqchi bo'lsa, bir yuchuq ochadi, bir ittihom bilan, bir tuhmat bilan, bir gumon bilan bir yuchuq ochadi. Shu yuchuqdan, shu eshikdan kirib, undan keyingi qadamlarni oladi. Bularning hammasining asosiy sababi
insondagi bir xil qo'rqish. Nimadan qo'rqish? Ya quldiki, navbatdagi nupuz, boylik, manfaat, ma'naviy moddiy ketishdan qo'rqidi yoki erishmoqchi bo'lgan nupuz, ma'naviy moddiy manfaatlarga erishamasligidan qo'rqidi. Alloh bundan xotirjam qilyotdiki, fa'indallohi mag'anim katira. Allohning qoshida nihoyat ko'p g'animat bor. Eson bo'lsin, birsi erishman deb erishamaydi, Alloh bermasa. Erishgandek ko'rinadi va shu asosda cho'nqurlab mangdi bu xato yo'lda. Kichigi boshqalarni ittihom qilish, ayiblash, tuhmat qilishdan tortib yuqorisi boshqalarning jiniga qasd qilishgacha qadamlarning hammani oladi. Halbuki Alloh uni qiyomat kunida qanday qiladi? Azoblaydi. Aminat Alloh bermasa hech kim erishamaydi. Andikin oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo mushayda shu xildagi kishilarni qana qilib o'zini bir qaydadan o'ziga qarab chiqishga chaqirib, bugun oldinglardagi odamlardan har xil shaklda gumonlanishinglar mumkin, ayblashinglar mumkin. Ularning sizlardek bo'lmaganligidan yoki sizlardek gapni qilmaganlik yoki sizlardek mavqeda turmaganlikdan ularni boshqa xil shaklda deb o'ylab qilishinglar mumkin. Ammo o'zinglarning o'tmishni eslab taqinglarki, kazalika kuntum min qabl. Sizlar ilgari aytdinglar. Her adam biz o'tadigan qadam bosqich bu. Sizlar ilgari iymoninglar ojiz vaqtida, kuchinglar ojiz vaqtida iymoninglarni yushratdinglar. Boshqalarning oldida musulmon emasdek ko'rinatdinglar. Kafirlarning, dushmanlarninki zarridan saqlanish uchun ba'zi qadamlarni oldinglar. Ba'zi gaplarni deytdinglar. Bugun kuchib dushmanning oldida qilich, nayza qurollar bilan tik tuğan yerga kelguncha sizlar nurg'un bosqichlarni keltirdinglar. Endi bugun oldinglardagi kuzanglarga xuddi musulmon emasdek, ba'zi ish harakatlari g'alita, ba'zi yerlarga qaragan vaqtda toza sog'lom emasdek ko'ringanlar, sizning shu burunqi biz o'tgan bosqichlarga kelayotganlar. Sizlar mashtatinglar. Alloh sizlarga famanallohu alaykum. Alloh sizlarga qanday qilib yaxshilik qilib sizlarga keldi. Hozirgi iymonga, hozirgi iymoniy maqomga Allohning yaxshilik bilan keldinglar. Ularni shunday kelishi mumkin. Unda o'g'andan keyin fatabayyanu. Sizlar aniqlanglar masalani. Unda qarsiga masalaga hukm qilmanglar. Yana qarindoshlar takror deb qo'ydiganim. Oyatga boshdan qayta bir qarab chiqqanimizda oyatda ikki o'rinda tabayyanu bor. Ikki o'rinda tabayyanu. Iniqlanglar. Masalaning taraflarining hammani bayon qilib qo'yadi. Bu ish nima yuz beradi? Islomiy xizmat jarayonida ayni. Ida daraftum fi sabilillah. Alloh yo'lida qibrishni qilayotgan vaqtinglarda cho'ng jihad urush maydoni eng kichiki shu jihadga oid, Allohning diniga oid ishlarning hammasini o'z ichiga oladi qarindoshlar. Undan keyin bu ish qaysi ishdan kirib boshlanadi desa, boshqalarni ayiblash. Başkalarının imanını eyüplaş, başkalarının itikadını eyüplaş, başkalarının gumanlanış, işkeni şunda açqandan keyin başlanıdı. Allah bunda qılmanglar davatıdı. Bir adamın ki özünün musulmonligini ifadelagan holati, onun izzat, obro'y, mal, hamma narsaning harom bo'lishiga yetarli. Uning chaqilish qo'ymaydi. Va buning asosiy turtkisi, sababi insonning qalbidagi mal dunyoning vaqtlik manfaatining oldidagi ojizligi. Sizlar mushu nuqtaga tayinib turib, ashta ishlar qadam olib qolasizlar. Bilinglarki, Allohning qoshida nurg'un g'animatlar va Alloh alayda askartish bir davatudiki bu oyatda sizlarni ilgari ashtatinglar. Buning ahvolini tushuninglar davatudu. Deb oyatning 5'de mutabayyanu dedi, hozir mutabayyanu dedi. Yani başdan tortib hozir qadar bizning talab qilinayotgani masalaga inchkilik bilan qarash, ziraklik bilan qarash, boshqalarni yo'lsizlarcha qanday qilmaslik, ayblmaslik, eng yuqorisi o'lim. O'ltirishga oqirishdan eng kichigi ularni yomon gumon qilish, ularni ittihom qilish, tuhmat qilish, g'ichi bo'lgan oraliqning hammani o'z yo'lida. Oyatda şuna bir noktaga xas qilingan ahvol yo'q. Xizmatning har sohalarini o'z ichiga oladigan umum bir shaklda ifoda keltiriladi.
Masalani aniqlash haqida 2 qatim takrar buyruq keliglik. Bularning hammasi oyatning bugungi darsidanki alohida bizga demoqchi bo'lgan nimasi maqsadi. Men bu oyatni deb o'tdim, hozir takrar bir qatim deb o'tsam, Alloh insonni yaratquchi zot. İnsanның nemelerni o'ylaydiganligini biladi. O insan qanday hikmatli insan bo'lib ketsin. İnsanның nemelerning oldida ojizligini biladi. Ma oyatlarda Alloh dal bizning ojiz nuqtamizni oldimizga qo'yib mavsining ojiz nuqtang. Bu nuqtadan ozdirilishing mumkin. Bu nuqtadan xato yo'lga qadam olishing mumkin. Buni hal qilish chorasi ma'u. Manda qil degan shaklda bizga qanaqa qilyotdi, deb qilyotdi. Oxirida Alloh nima deyotdi? Innalloha kana bima ta'maluna khabira. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan nimadir xabardarki, masalani boshdan oxir biladi va insonning qilgan har ishiga mayli o ko'rinishda qanchalik sog'lom qilgandek bo'lsin, ammo qalbining tagidagi shu ishga qarata yomon niyatiga qarata o insonning jazosini kim biladi? Alloh subhanahu va taolo qanaqa qiladi? Biladi. O'ylab qolmanglarki, hech kim bilmaydi. Boshqalar uqmadi, og'zimdan chiqqan ishini men ma'nomunda qilsam qila olayman, qilib olsam qila olayman, etib olsam etib olayman deb o'ylamanglar. Alloh hammaning jazosini to'liq bir shaklda qanaqa qiladi, beradi degan bir askar tushilar, ogohlantirishlar oyatni oxirlashtirdi. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.